Xitoy doiralari islom dunyosining ko'zini bo'yash uchun 14-avgustdan 20-avgustgacha Hong Kongdagi islom tashkilotlaridan tashkillangan bir o'makni taklif qilib, Sharq Turkistonni ziyorat qildirdi. Xitoy tashviqot organi atalmış Xinjiang gazetining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi 14-avgustdan 20-avgustgacha Hong Kong islom diniy tashkilotlari vakillari o'magidan tashkillangan 20 kishini Sanji, Urumchi va Qashqardagi manzara rayoni, maktab, yeza, kent, masjid, korxona, bozor qatorliq o'rinlarni ziyorat qildirgan. Ziyorat davomida islom diniy birlashmasining boshlig'i Yang Shingbin so'z qilib, hozirgi Xinjiang g'arbdagi ba'zi taratqular xabar qilgan mazmunlarga uyg'un kelmaydi ekan. Biz Xinjiangda jamiyatning inoq va muqim ekanligini, iqtisodning tez taraqqiy qilayotganligini, madaniyatning rangdor gullanganligini, xalqning xotirjam yashab, xo'shal-xuram ishlayotganligini ko'rdik deb bildirgan. Xitoy xabarlari to'rining 23-avgust kuni chiqargan xabarga qaraganda, 8-oyning 22 kuni Qashqar Islomobod tashyo'l qatnash kelishimiga asosan qatnash boshlash murosimi Qashqarda o'tkazilgan. Bu Xitoydan Pokistonga ochilgan va tamojna tekshirishdan o'tmaydigan tunji xalqaro savdo yo'li hisoblanadigan. Xalqaro tashyo'l qatnash kelishimi xalqaro qatnash tugunlarida umumyuzlik qo'llaniladigan har ikki davlatning tamojna tekshirishiga uchramaydigan bir qatnash sistemasi bo'lib, Xitoy hukumatı Qashqarni tugun qilgan savdo yo'lini rivojlashtirish, vaqtni tejash uchun Pokiston bilan bu kelishimni tuzgan. Mablag' solg'uvchilarning Beijingning iqtisodini asliga keltirish iqtidoriga bo'lgan ishonchi sustlashdi. Xitoyning pay cheki 9 oydan buyon to'van nuqtaga tushib, xalq pulining kursi tushdi. Hukumatning ehtiyojini qo'zg'atish tirishchanligi mablag' solg'uvchilarni hayajonlandira olmadi. Ular Beijingning iqtisodini asliga keltirish iqtidoriga bo'lgan ishonchisini yo'qotdi. Dushanba kuni Xitoy pay cheki 9 oydan buyon to'van nuqtaga tushib qoldi. Amerikada berilgan bir tadqiqotga qaraganda, Xitoyda atalmış nol Covid siyosati to'yuqsiz amaldan qoldirilgandan keyingi 2 oy ichida 2 million odam qazo qilgan bo'lishi mumkin ekan. Seattle'ga joylashgan Fred Hutchinson Rock Markaz tarafidan olib berilgan bu tadqiqot Xitoydagi ba'zi universitetlar e'lon qilgan o'lim sonliq ma'lumotlari va tordan topilgan sonliq ma'lumotlarni asos qilgan. Xitoy davlat egiligidagi davlatlik yadro shirkati Saudiya Arabistonining sharqiy rayonida Qatar va Arab birlashma xalifaligi chegarasiga yaqin joyda yadro elektr stansiyasi qurishni iltimos qilgan. Wall ko'chasi jurnalining xabar qilishicha, Saudiya Arabiston bundan ilgari Isroiliya bilan hamkorlik o'rnatib, Isroiliya bilan bo'lgan normallashtirish kelishimining bir qismi sifatida o'z zaminida puhralar yadro programmasi o'rnatishni talab qilgan. Amerika ovozi radiosining xabariga qaraganda, Xitoyning Sharqi Xitoy dengizidagi tahdidiga qarshi turish uchun Yaponiya kelgusi 4 yilda mudofaa programmasiga milliard dollar mablag' soladi ekan. Yana bir tarafdan Yaponiya hukumatı davlatning dangliq texnika va sanoat kattaboshlarini iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarishdan boshqa texnika ko'p harbiy lozimatlik ishlab chiqarishga qoyil qilishda qiyinchilikka duch kelgan. Qirg'izistonda pul muomala aldamchilik qilmoqchi bo'lgan Xitoy fuqarosi Qozog'istonning Olmuta aerodromida tutilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligining 23-avgust e'lon qilgan bayonotiga qaraganda, 1978-yil tug'ilgan Xitoy fuqarosi Seyge Interpol Qirg'iziston idorasining talabiga binoan Olmuta aerodromida tutib qolingan.